Juda jirkanchli intervyu bo'lgan men uchun. Mag'lub bo'lib mag'lubiyatdan keyin murabbiy mag'lubiyatni o'z bo'yniga olmasdan futbolchilarga ro'za, namoz xalaqit qildi deb bahona qilgan. Bu oshib tushgani nimadaki, Saudiya futbolchilari biznikilar namoz o'qiyotgan paytida oldidan o'tib kulimsirab qaragan deb shunaqa o'qidim. Rostmi shunaqami? Bu yolg'on. Qanaqa qilib Saudiya islom dini bo'lgan Saudiya namoz o'qiydigan odamga kulib qarash mumkin? Bu narsa juda katta. Men arab davlatida mana 2015 dan beri o'ynab kelgan bo'lsam, mana 2021 gacha o'ynadim men Quvaytda ozgina bo'lsa ham. Bu narsa yo'q. Chunki ularning o'zi mana Quvaytda oddiy shayxlarning uyiga bordik. Shayxlar chaqirdi biz uyga mehmonga. Gaplashib o'tiribmiz, namoz payti bo'ldi. Shayx o'zi, prezident o'zi bizani chaqirib namozga boshlayapti. Namoz vaqti bo'ldi. Bu Abramovning bu bergan intervyusi bu to'g'ri kelmaydi, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Qanaqa gapki bu? Ro'za bilan namoz xalaqit qildi, namoz o'qiyotgan payti o'yindan oldin arab futbolchilari razvolkaga kirishdan oldin qarab kulib o'tib ketishdi. Birinchidan arab futbolchilari O'zbekistonda bo'lgan gapni aytayapti-da, Paxtakor stadionida.